Assalamu alaikum, azizlar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarning xabari bo'lgandek 10 yanvar kuni Tailandda tutib turilayotgan qarindoshlarimiz butun dunyodagi muhojiratdagi Uyg'urlarga murojaatnoma e'lon qilib, o'zlariningki Xitoy qaytarilish xavfininki borligini o'sha kelgan ma'lum shaxslar tarafidan bir narsaga imzo qo'yishga zo'rlanganligi, uningga unamagandan keyin ularning har birisining rasmini birdan tortib chiqqanligidan iborat kishini cho'chitadigan bir xabarni hammamizda o'rtoqlashgan edi. Shuningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari jiddiy harakat o'tib bu haqda va harakatlarda bo'lgan edi. Hammanglarning xabar bo'lgandek biz kundalik xabarlar programmamizning belginimizdek 17 yanvar, ya'ni bugun dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizni Tailand o'zdir turishlik davlatlardagi Tailand konsulxonasining oldida Tailanddagi hukumat doiralariga Tailand qarindoshlarimizningki Xitoy qaytarilmasligini jiddiy talab qilishini va 11 yildan beri begona tutib turilayotgan osh qarindoshlarimizning bo'lsa darhol qo'yib berilib üçüncü bir bexatar davlatga ketishiga ruxsat berilishi haqida jiddiy talab qilib namoyish uyushtirish haqida chaqiriqnoma e'lon qilgan edik. Bundan keyin hozir ko'rib turganinglardek bugun juma Germaniyaning Myunxen shahrida Tailand konsulxonasining oldida mushu Myunxendagi Uyg'ur jamoatining bir qismi mushu Tailand konsulxonasining oldida nemischa shuarlar bilan o'zlarininki noroziliklarini bildirishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, bu jarayonda Tailanddagi qarindoshlarimizningki haqidagi eng yangi uchurlar va ma'lumotlar haqida sizlarga o'rtoqlashish uchun men mikrofonimni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandimga uzataman. Xo'sh, Turg'unjon apandim, bu yoqqa kelsangiz, bunday. Sizning xabaringiz bor, ham qarindoshlarimiz 10 yanvar shu Tailand qarindoshlarimiz murojaatnoma e'lon qilgandan beri butun muhojiratga Uyg'urlarning diqqati Tailanddagi Uyg'ur qarindoshlarimizni bo'lmoqda. Bu haqda qanday bir o'zgarishlar bo'lyapti? Xitoy qaytarilmasligi haqida Tailand doiralari va shu yerdagi advokatlar va kishilik huquq organlari Tailanddagi Uyg'urlarningki hozir Xitoy qaytarilish xavfining yo'qligini aytgan bo'lsa-mu, bu xavfning yili ham va har vaqt borligi toki ularningki 3-bir bexatar davlat ketmaguncha bu xavfningki davomlashadiganligidan iborat bir mavjud turmoqda. Siz mushaqda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz va bu 10 yanvardan bugungacha bo'lgan oraliqlarda bo'lgan mushu o'zgarishlarda ko'rmanlarimizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Biz birinchi ayning 10-kuni bu Tailanddagi qarindoshlarimizni yeniga kirib saqchilar bir qog'ozlarga imzo qilish haqida buyruq qilganligini anglab biz darhol bu qarindoshlarimizni qutqizib olish uchun jiddiy harakatga o'tdik. Yani bu qog'ozda balki shu qaytarib o'tish uchun imzo o'zining rozilig'i bilan imzo qo'ydi degan shaklda Xitoy bilan hozirgi Tailandning diplomatik munosabatning 50 yillik munosabati bilan shu qaytarib o'tish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Shu asosda biz buni darhol bu qarindoshlarimizning qaytarib o'tilishini to'sib qilish uchun shu kundan boshlab jiddiy harakatga o'tdik. Amerika ve Avrupa, Germaniya, Angliya, Avrupa parlamenti degandek organlar bilan ve Birleşken Devletler Teşkilatı, muhacirlar Ali Komisarlığı bilan ciddi aloqalashib bu qarindoshlarımızın qaytarilayotmasligi haqida ve bularni erkin qo'yib etish haqida ciddi harakatga o'tdik. Ve şunun bilan birga bütün dünyadaki Uyg'urlar yaşayotgan davlatlarda ciddi şekilde bu qarindoshlarimizni qutqizib olish uchun
ciddi Tayland konsulxonasining elchixonalarining oldida namoyish qilishga chaqiriq e'lon qilgandik. Mana shuning jumlasidan biz Germaniyada Dunyo qurultiyining markaziy organi joylashgan München shahrida biz namoyish o'rinlashtiryapmiz. Hozirgi shu o'xshash namoyish bütün Avrupa davlatlarida va Amerika, Yaponiya, Avstraliyada bo'lyapti, Turkiyada bo'lyapti. Endi bizning maqsadimiz faqatlam ularni o'shada qaytarib o'tishni to'xtatib qilishlar emas. Gerçi vaqtlik hozircha jiddiy qaytarish xavfi to'xtagan bo'lsa-mu, ammo ularning qaytarilib ketish ehtimoli yanada mavjud. Shuning uchun biz buni jiddiy shaklda bularni darhol qo'yib berish va buni imkon qadar erkin davlatlarga o'rinlashtirish uchun harakat qilyapmiz va shuni Tayland hukumatidan o'sha qarindoshlarimizni erkin qo'yib o'tishni talab qilib bu namoyishlarni qilyapmiz. Rahmat sizga hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandim. Endi bu dunyoning har qaysi yerlarida mushtabning o'zida namoyishlar o'tkazildi va o'tkazilmoqchi har qaysi davlatlardagi vaqtlar qarta. Endi bu Tayland konsulxonasiga xat sanduqiga Dunyo Uyg'ur qurultiyininki talablarini Tayland hukumatidan talab qilgan yozilgan bir xatlar siliniyotdi pochta sanduqlarga. Bu xatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi konkret talablarini, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki Tayland hukumatidan talab qilgan konkret talablari nima? Biz degandek bu xatni hozirlab chiqdik. Buni hozir Tayland konsulxonasiga topshiramiz. Tayland hukumat organlariga bu xatlar avatildi. Bizning asosli talabimiz Tayland hukumatidan haqsiz yerga tutib turilayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni erkin qo'yib o'tish. Chunki bularni hozirgichilik olimiz qabul qilayli degan davlatlar bor. Ammo Tayland hukumati bularni qo'yib bermayotdi. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar oliy komissarligidanmi bularni ko'rishib bularni ma'lum davlatlarga yotkash haqida bularni Tayland hukumatidan talab qilgan. Ammo ular bilan hozirgichlik ularni ko'rishtirmayotdi. Shunga bu hech qachon xalqaro kishilik huquq va erkinlik nizomiga, xalqaro sistemaga uyg'un emas. Tayland o'zini bir demokratik davlat deb hisoblayotgan, demokratik saylam o'tkazayotgan bir davlat. Gerçi shunda bo'lsa-mu, bizning Uyg'ur qarindoshlarimizni u yerda haqsiz, nohaq tutib turyapti. Bizning asosiy talabimiz bularni erkin davlatlarga qo'yib o'tish. Bularni erkinligiga erishtirish uchun biz bu xatni shu arzumuzni, bütün Uyg'ur xalqining arzusini ifodalab bu xatni tayyorladik. Buni hozir birdamdan keyin Tayland konsuliga topshiramiz va butun dunyodagi Tayland konsullariga topshirildi, munosabat organlarga, Tayland hukumatiga avatiladi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Namoyish qatnashayotgan butun dunyodagi qarindoshlarımızga rahmat. Shu qarindoshlarimizni qutqizib olish uchun hammamiz birdek harakatga o'taylik. Rahmat. Rahmat.